Xalqimiz o'rtasida Zangi bobo, Zangi ota, Zangi buva nomlari bilan mashhur bo'lgan ushbu ziyoratgoh Zangi ota nomi bilan ataladi. U Markaziy Osiyodagi eng yirik va muqaddas ziyoratgohlardan biri sanaladi. Zangi ota 12-13 asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan. Uning asl ismi Oyxo'ja ibn Toshxo'ja bo'lib, Zanji u kishi qora tanli, qora bo'lganlar uchun Zanji degan so'z bo'lgan. Zanji so'zi keyinchalik xalq orasida Zangi bilan, Zangi ota nomi bilan mashhur bo'lgan.